Assalomu alaykum akalar. Ko'rishlar mumkin. Toshkentlik akalarimiz trendda yuribdi bugun, trendda. Mana xo'p, bu kompleyimiz ko'rishlar mumkin. Novvoslarning rasmini tushirib berganmiz, hatto chopqa boltalarigacha. Bitta chopqa, bolta, 2 dona pichoq novvos rasmlarini tushirib, hatto latun kallalarni ham novvoschilar qilib berdik. Orqalariga o'zlarini logotiplari bilan juda ham go'zal holatda turibdi. Ana 2 dona охотничий pichog'i, 2 xil razmerda albatta. Mana katta kichik ko'rishlaring mumkin. Bunaqa chopqisi вообще go'zal holatda mana. Ruchkalari stabilka rossiyskiy yog'ochdan. Boltalari ham juda ham go'zal chiqqan akalar. Boltasi ham umuman suvaylarga ham, temirga ham qaytmaydi. Mana o'zini o'tkiladigan nuskati, shkatulkalarigacha вообще go'zal holatda turibdi. O'tda ham chiroyli chiqqan.